hozir New Millennium, Pozum Italia butiklarning yonidan o'tib ketayotganda, har o'tganda bu yerda manekenlarga qarab o'taman. Chunki bu yerda manekenlarni o'sha a'lo darajada yasashadi-da. Ardamdan qarab, o'ziga bir ikkita ideal ovozingiz bo'ladi o'sha yerda. Xullas, do'konda ishlab yurgan vaqtim ham ko'p klientlar kelayotganda narsa olardi-da, aytadiki, "Men deydi bu narsani выходнойga kiyaman" derdi. Tosh mehmonga borganda o'tga-bo'tga har doim o'sha qimmat narsa olib qo'yishardi-da. Aksariyat holatda shunaqa qimmat kiyim olgan odamlarda oddiyroq kiyim ham bo'ladi. Shu oddiyroq kiyimni kundalik kiyib yuraman deydi. O'shani klientlarga aytardim. Har kuningizga shu chiroyli kiyimingizni kiying. Har kuningiz bayram emasmi? Turdingiz, ko'zingizni ochdingiz. Insonlarga aytishingiz mumkin, bola boshqa o'tiribdi deb. Uni klientlarga xuddi shu fikrimni bildirardim. Meni dunyo qarashim shunaqa-da. Har kuningiz bayram bo'lsin. Har kuni chiroyli kiyim kiying. O'ziga qarab yuring. Uni faqat u dam kunlarida yoki bir qayerdir mehmonga borganda emas, umuman har kuni. O'zi hech kim glamurni bo'lib ketish kerak emas. O'shani zaltay seredina deydi-ku. O'shani ushlab yurishga harakat qiling. Har kunimiz bayram, har kuni chiroyli bo'lib yurish o'ziga nima yetsin.